Hozir afimni tiqib olasan mashinani. Tushunmadim anaqa. Tinchlikmi? Hozir afimni tiqib olasan mashinani. Qilmayman farmini. Nimaga qilmaysan? Hozir. Kelinglar. Kira qolinglar. Keling anaqa. Mana bu sizni mashinangiz. To'g'ri, bu hayotda 5 xil barabar emas. Hamma arendatorlar ham bir xil degan emas. Men birovlarni musibatida, kulfatidan foydalanib, oilamga, bola chaqamga harom yediradigan inson emasman. Mashinangizning narxi hali ham 8000 dollar. 8000 ga sotsangiz ketadi. 1,5 oyda hech qanaqa tushib ketgan joyi yo'q. Xohlasangiz bu kimga mashinangizni sotingda, meni 5000 ni qaytarib bering. Xohlasangiz 5000 dollarni qayerdan bo'lsa topib olib kelingda, mashinangiz o'zingizga buyursin. Men kutgan vaqtimga roziman. Bu bola nimaga unaqa deyapti desiz, hozirgi kunda yaqinlariga yordam berib, shu yaqinlaridan kuygan bitta insonman. Zo'r ukajonim, men sizni ozgina noto'g'ri tushunib qolman.